Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Demak, birinchi navbatda chet tilini bilish uchun milliy sertifikat xizmatini tanlashimiz kerak bo'ladi. Qidiruv qismiga yozamiz. Mana chet tilini deb yozganimizda xizmat turidan mana chet tilini bilish darajasini aniqlash chiqadi. Xo'p, shuni bosganimizdan keyin mana xizmat narxi 556.200 so'm ekan. Shu joydan xizmatni foydalanishni boshlaymiz. Arizachining o'zi, agar farzandingiz yo boshqa uchun bo'lsa, arizachining voyaga yetmagan farzandi degan qismini bosishinglar mumkin. Keyingisi. Xo'p, hududni tanlang. Hududimiz bu yashaydigan doimiy yashash joyimiz. Masalan, men Farg'ona viloyati So'x tumanida yashayman. Xo'p, mana mahalla nimalarni o'zi chiqardi. Xo'p, mahalla nomi o'zgargan. Buni mana Hazrat Ali qilib o'zgartirib qo'yamiz. Telefon raqam, mana keyingisi. Xo'p, test topshirish tili. Demak, men fors tilidan test topshiraman. Test topshirish hududi. Toshkentda yashayotganim tufayli o'zimga yaqin markaz Toshkent shahri. Test topshirish sanasini bittagina sana bo'ladi, o'zi faqat mayda. Xo'p, test topshirish darajasi mana bu joyda B1, B2, C1 darajalari alohida tanlanadi. Ya'ni masalan, menda B1 sertifikati yo'q, lekin B2 sertifikati bor. Eng yuqori darajasi C1. Men C1 uchun imtihonga kiraman. Siz bu joyda endi B1 ni tanlab imtihonga kirishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda akademik litseyning 4-semestr talabasi hisoblansangiz ushbu maydonda belgilang debdi. Yo'q deymiz. Mana keyingisi. Xo'p, bu joyda qo'shimcha ma'lumotlar. Yuborish. Mana arizamiz yuborildi. Xo'p, keyinroq to'lash. Mana shu joyda keyin arizamizni topib, kvitantsiyasini yuklab olib to'lasak bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat.